Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Bugungi kunda biz hozir bitta o'zimizga qulaylik yaratganmiz, narsa yasaganmiz hozir. Spalni qilamiz. Shu spalnilarda shabloni bor. Shablonni hozir sizlarga biroz ko'rsatib boraman. Ko'ringlar, o'z fikringizni izohda qoldiringlar. Marhamat, ko'ringlar. Ya buni pastga tushirsak, buni svarkasi qilinaveradi. Mana turgan holatda shunday svarka qilinib, terib turib, pastini qilish kerak. Pastini o'tirib olib svarka qilinadi. Yo'q, o'tirmasdan buni mo'l ko'taramiz. Tepaga shuni chiqaramiz. Deyarli pastdagi narsa tepaga chiqib qoladi mana. Shu turgan holatda svarka qilinaveradi. O'tirib, oyoq og'rib, qiynalish unaqa degan narsa yo'q. O'zimizga shunaqa narsa yasaganmiz buni. Juda ham murakkab, ham qulay, ham juda bir yaxshi. Izohlarda o'z fikringizni qoldiringlar. Like, podpiska bosishingizdan chiqmasin. Bu videoni eslatib qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.